Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Uyga hop sifatli kamera qo'yish necha pulga tushadi? Xudoolasa bugun shu haqida gaplashamiz. Mana ko'ringlar, ash nihoyasiz Do'stlik qishlog'iga yana bir fayzli xonadonimizga kameralarni o'rnatib berdik. Mana ishlashlari zo'r, xudoolasa. Sifati a'lo darajada 5 megapikselli bo'ladi. Juda ham ajoyib bo'ladi. Sim kartani tiqib qo'yiladi, flash karta qo'yiladi. Rossiyadan turib ham kuzatib tursanglar bo'ladi. O'shani o'zini programmalari bor, hammasini uстановка qilib joylab beramiz. Rossiyadan turib bemalol kuzatib tursanglar bo'ladi. Kamerasi mana bu kallasi yaqqa-baqqa qimirlatasizlar Rossiyadan turib, gapirsanglar bu yerda ovozi chiqadi. Bu yerda odam gapirsa Rossiyaga eshitilaveradi. Bu solnishli bo'ladi mana. Ikkita panelli bo'ladi xudoolasa, ikkita panel qo'yilgan. Hop, Rossiyadan turib bemalol kuzatib naqd tursanglar bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasiz ekrandagi nomerlarga. Xudoolasa mana shu nihoyasi Do'stlik qishlog'iga qo'yib berganmiz. Ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Xudoolasa chiroyli qilib, chiroyli narxda qo'yib beramiz.